Barchaga salom. Hozirgi videomizda qanday qilib Play Market ishlamayapti, ulana olmayapsiz yokida sizda qanaqadir o'sha qo'yib ketaman anaqaga qisqasi ochilmayapti, ishlamayapti va shuni ishlatmoqchisiz. Xo'p, buni qanday qilib hozir qilamiz? Menda hozir Mi Box turibdi. Sizda umuman boshqa Smart Box yokida Smart TV yokida umuman boshqa ustroyство bo'lishligi mumkin, lekin hammasida muammo bir xil fixed qilinadi. Xo'p, uning uchun ilovani hozir o'zimni ko'rsataman men. Menda hozir ishlayapti. O'zi normalniy ishlashi qanaqa bo'ladi? Normalniy ishlaydigan bo'lsa, Google Play kiradigan bo'lsangiz, sizda shunaqa ikonka bilan Google Play bo'lib turib chiqib va bu yerda bemalol siz foydalana olishingiz kerak. Sizda misol uchun chiqayotgandir, bu ustroyство поддержка qilmaydi yoki bunda ishlamayapti. Shu kabi narsa bo'lishligi mumkin. Va buni qanaqa qilib turib hozir fixed qilamiz. Buning uchun настройки bo'limiga o'tishingiz kerak. Все настройкиga o'tasiz. Hammasi shu sozlamalarga o'tganingizdan keyin приложение joyiga o'tishingiz kerak va Google Play topishingiz kerak bo'ladi. Google Play'ga topganingizdan keyin uni обновлениясini o'chirishingiz kerak. Udalить обновление qilasiz. Va обновлениясini o'chirganingizdan keyin очистить cache qilasiz. Xo'p, biza agarda bunga ham yordam bermaydigan bo'lsa, удалить настройки по умолчанию bosib, OK tugmasini bosasiz. Xo'p, bundan keyin chiqqaningizdan keyin Google Play'dagi hamma daniylar, hamma narsalar o'chib ketadi, miyasi umuman top-toza bo'ladi. Hop, bundan keyin yana shu Play Market o'ziga kiramiz. Hop, Google Play ichiga kiramiz. Bizdan hozir akkaunt so'rash kerak edi. Sizda birinchi agarda o'ylaydigan bo'lsangiz, sizdan akkaunt so'raydi. Akkaunt ulashingiz kerak bo'ladi. Google akkaunt. Hop, biz Google akkaunt ochishni oldingi videolarda ko'rsatib ketganman va agarda telefonda buni ochib ko'rgan bo'lsangiz, bemalol televizorda ham xuddi shunaqa ochiladi. Muammosiz shunaqa ochib olsangiz bo'ladi. Xo'p, hozir men danisini удалить qilaman. Sizga misol uchun misol tariqasida ko'rsatish uchun qanaqa qilib shu Google akkaunt qanaqa ulanadi, tam qisqasi shunaqa. Buning uchun danisini o'chirib tashlashim kerak bo'ladi. Удалить данные. Xo'p, TVga o'tamiz va Google Play o'ziga o'tamiz. Juda bosdim, juda ishlamayapti. Xo'p, mana kirib oldi. Загрузка bo'lyapti. Tushib ichiga. Xo'p, bizda avtomat tarzda ulanyapti. Sababi bizani учетный записimiz bor, ya'ni Google Play akkauntimiz bor. Uning uchun men bu akkauntni mana turibdi. Uning uchun umuman akkaunt bo'lmasligi kerak edi. Mi pristavkalarida shunaqa. Ya'ni siz akkaunt ulaganingizdan keyin bu avtomat tarzda bunga ulanib qoladi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Shu bilan qulay Mi Box. Endi men hozir sizga ko'rsatishim uchun полностью akkaunt o'chirib tashlashim kerak. Bundan oldingi videolarimda qanday qilib shu Smart Box va Smart TV настройка qilganimda, Smart TVda LG qilganman. Unda baribir Google Play yo'q. Shuning uchun eski tam Smart Box videolari kanalimizda topishingiz mumkin. O'sha yerga o'tib turib, o'sha yerdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Qanday qilib men shu akkaunt ulaganim, qanday qilib ilovalar o'zi yuklaniladi va hokazo. Xo'p, menda to'g'risi shunaqa qilib turib fixed qildim bu muammoni. Agar sizda umuman Google Play поддержка qilmaydigan bo'lsa, sizda bitta dona variant qoladi. Ya'ni shu удалить qilganingizdan keyin ham akkaunt ulagan taqdiringizda ham sizda Google Play ishlamayapti. Bunaqa holatda siz yokida eng zo'r varianti yangi Smart Box olsangiz bo'ladi. Agarda finansiy taraflama muammo bo'lmasa, agarda yo'q, hozircha ishlatib turmoqchiman deydigan bo'lsangiz, uning uchun sizga flashka kerak bo'ladi. Shu flashka orqali sizda File Manager degan ilova bo'lishi kerak bo'ladi. Xo'p, File Manager bu yerda bizda File Manager cho'ta yo'q ekan. Hozir приложениеga o'tib ko'rsataman. File Manager. File Manager.
File deb yozaylik, manimcha chiqib keladi. Результаты по запросу. Файл. Mana File Manager. File Manager bu hop, sizni flashkadagi ma'lumotlaringizni fayl ko'rinishiga ko'rsatib beradi va agarda sizni ilovalaringiz APK versiya bo'ladigan bo'lsa, APK versiyada sizga skachat qilib beradi va bu misol uchun File Managerga shu flashka ulaysiz. Bu to'g'risida alohida videomiz bor, qanday qilib flashka orqali Smartbox va Smart TVga ilovalar yuklash to'g'risida va Seniram ilovasini ham birato'la yuklab ko'rsatib ketganman. Mana bu birinchisida turgan ilova va boshqa ilovalarni ham shu tarzda yuklab olsangiz bo'ladi. Qisqasi, hop, shunaqa. Agarda siz shunaqa men aytgandek qilib ko'rgan bo'lsangiz, agarda Google Play ishlagan bo'lsa, kommentariyada yozib keting. Menimcha hammaga bu muammoni hal qilishga yordam beradi. Albatta videoga like va komment yozib qoldiring. Keyingi videoda uchrashguncha xayr.